Мясной pirogimizni qilishni boshlaymiz. 200 gram terkadan chiqqan margarin kerak bo'ladi. Men Apetita Diva Maslika Teremali ishlataman. Farqi yo'qmi margarinni? 300-400 gramcha birinchi un qo'shib olamiz va qo'limiz bilan kroshka qilishni boshlaymiz. Mana yaxshilab kroshka bo'lib ketadi hozir. Hozir men o'zi ikkita qo'lda qilishim kerak. Kroshka qilib bo'ldik. Ko'rasizlar? Orqa fondagi ovozga ahamiyat bermaymiz. 3 ta tuxumni sarig'ini qo'shib yuboramiz. Sal kamroq kolичествоda qo'shsanglar ham bo'ladi. 200 gram smetana, qattiq kefir, mayonezli qo'shib tashlaymiz. To есть menda smetana. Просто smetanaga zaменителini etib o'tib ketdim. 1 choy qoshiq razriqlitel qo'shamiz, ozgina tuz qo'shib yuboramiz va birinchi bo'lib un qo'shmasdan turib mana mashmasani aralashtirib olishingiz kerak. Mana aralashtirib oldik, qo'limizga yopishadi. Ana endi yana 200-300 gramcha un qo'shib, mushlab xamir qilamiz. Unini boshda kam-kamdan qo'shishingiz kerak. Ko'p qo'shib qo'ysanglar, xamiringiz keyin bir-biriga ham yopishmaydi, singmaydi. Xamirimni mushlab oldim. Endi yarim soatga xolodilnikka tindirishga olib qo'yamiz, paketga solib. Nachinkasiga kartoshkani mayda kubik to'raysizlar, lahm go'shtni mayda qilib to'raysizlar, mana ko'rasizlar, yuvelirniy rabota bo'lgan bu yerda. Yordamchimlar ozodishga to'ra berdilar, mayda qilib. Mana bu yerda piyoz, bu ham mayda bo'lishi kerak qizlar. Kimdirlar qovurib oladi, kimdirlar qovurmaydi. Men qovurmayman, lekin hamma narsasini mayda qilib to'raymiz, chunki bo'lmasa pishmay qoladi xamir ichida. Hozir hammasini aralashtirib tashlaymiz, tuz solamiz, bo'ldi. Qizlar mana ikkita xamirni bir xil qilib yoyib oldim, mana ingichkaligi. Nachinkamni sog'alaman, bittasiga tuz soldim. Xohishga ko'ra murch, ozgina zira solsanglar bo'ladi. Nima yoqtirmayman anaqalarda, somsalarda tuz, murch, ko'p spetsiyani. Faqat tuz solaman, bo'ldi. Sizlar endi men mana bunaqa sariyog' qo'yib chiqaman, sochniy bo'lishi uchun. Sizlar ham xohishga ko'ra qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Sizlar spetsialniy ikkinchi xamirni pergamentda yoyib olganman. Katta ustiga yopamiz. To'g'rilab olamiz endi. Qizlar esingizdan men sizlarga rastika ko'rsatib berdim tugilishini. Xuddi shunaqa qilib pirogimni ham tugib olaman. Qarang, bundoq qildinglar. Endi bu yog'idan olib kelamiz. Ketdi. Hop. Ko'rasizlarmi, chiroyli chiqadi. Shunaqa qilib ketaverasizlar. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli tugildi. Endi tuxumni sarig'ini surib chiqamiz va kunjut sepamiz. Endi duxovkaga 180 gradusda 25 dan 30 minutgacha yuboramiz. Yana sizlar o'zingizlarning duxovoy shkafingizga yoki pechilarga qaranglar. Menda Hoffman firmasiniki bittada chiroyli qizartirib, xudo xolis pishirib olamiz. Sizlar mana pirogimiz pishib chiqdi. Qaranglar, chetlari qanaqa chiroyli tugilgan. Ko'rasizlarmi? Mana chiroyli laganchaga qo'yib oldik. Endi kesib beraman qizlar sizlarga. Sal qolsa o'zim kesib yubordim. Sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ko'rasizlar, sochni bo'lib turibdi. Bugun videolaringlarni shunaqa мясной pirog o'zimizning tilda balish bilan xursand qilishinglarni so'rab qolardim.